Hayit dasturxoni uchun og'izda erib ketadigan, jig'ildonni qaynatmaydigan mazali bo'g'irsoq tayyorlanishini o'rgataman. Videoni ko'rishingiz bilan bir dona like bosib yuborsangiz xursand bo'laman. Hamma mol yog'i, qo'y yog'i, chorva, margaringa qilsa, men sizlarga sariyog'ga qilishni o'rgataman. Shunda jig'ildoninglar umuman qaynamaydi. Eritilgan sariyog', suv, tuz va mari molokosidan solamiz shakar o'rnida. Agar sizlar molokoga qilsanglar, mazasi klassическийga o'xshagan juda ham mazali bo'lib chiqar. Suyuq massamizni bitta aralashtirib, ustidan oliy navli turon unidan solamiz. Qattiq xamir qoramiz. Xamirimizni yarim soat tindirib, men ko'rsatganimdek qilib kesib olamiz. Agar menga o'xshab mayda-mayda bo'g'irsoq qilsanglar, bitta tishlab yeb qo'yishadi. Oldindan qizdirilgan past olovda bo'g'irsoqlarimizni tillarang bo'lgunicha pishirib olamiz. Bo'g'irsoqni yog'ga solganinglardan keyin umuman tegishinglar mumkin emas. Ozgina o'zi tepaga ko'tarilgandan keyin bitta aralashtirasizlar va tillarang bo'lib o'zi chiroyli tusga kiradi. Bu bo'g'irsoqlarni bemalol zakazga tayyorlasanglar, xohlagan razmerda katta kichkinaligiga qarab o'zingizlar bo'g'irsoqni pishiraverasizlar. Ushbu retseptni bo'g'irsoq qilib nuqul o'xshatolmaydigan va jig'ildoni qaynayveradigan dugonanglarga ham jo'natib qo'yinglar. Foydali bo'lsa juda ham xursand bo'laman.